18 iyun sanasiga Andijon Saka O'zbekiston bozorida hurmatli obunachilar bu qanaqlar bilan birma-bir ko'rsatib boramiz. Assalomu alaykum hurmatli Alloh kanali obunachilar, YouTube chorva ishbozlar. Bu Andijon Saka O'zbekiston bozoriga tashrif buyurganmiz hurmatli obunachilar. Hop, katta kichik buqalardan birma-bir chiroyli qilib ko'rsatib beramiz. Tarozi narxlar hammasini chiroyli qilib ko'rsatib beramiz. Sizlardan badlashga bittadan like bosib obuna bo'lib qo'ysalaring bo'ldi. En kattalaridan en kichkinalarigacha ketdik. Hurmatli obunachilar, mashinalarga, shu buzoqlarga 1 pilusda sementallarga 55 million narx aytilyapti, 45 millionga berilgan yo'q. Hatto ham savdolar qizyapti. Aka nech pul bo'ldi? Nech pul bo'ldi aka? 37 dedi, ha? Katta yoshda ham savdo qizyapti. Nech pulga chiqdi aka savdosi? 16 milyon 700 bin yaptı. 16 milyon? 16 milyon 700 mingga savdo bo'lyapti akalar. Aka, halini bering aka. Berdim mana. Onu 200 bin taşa beradi bor baraka aka. Sizga. Sizga. 100 bin kamiga. Oling 200 kamga. Bering, qadriga yetdi. 16 milyon 700 ga. 200 bin so'm talashyapti akalar. 200 kamga oling aka, meni gapimni o'zim. Bo'ldi, oldi 200 kamga bor. Bor baraka. 200 so'm yo'q. Savdosi ham bitib qoladi akalar. Bering aka. Aka, bering, bitta mana shuni qilaman. 100 bin so'm talashyapti akalar. Savdosi hal cho'ziladi shekilli, ketdi akalar. Nasib barakasini ko'ramiz. Oling aka, 100 oling. Mana uni ham ko'ringlar akalar. Bo'ylari 150 plus minusda xudo xolasa. Aka nech puldan aytyapsiz unga? Qancha qildi bozor? 28 million, 35 million narx aytilyapti hurmatli obunachilar. Hashi ham bitdi mana. Aka nech pulga bitdi? Nech pul? 16 milyon 800 ga bitibdi mana. 100 bin so'm qolgan ekan akalar. 1608 ga bitdi. Barakasini bersin. Voy, mana uni qarang buni. Aka bu kimdan aka? Avroraga mashina savdo bo'lyaptimi? Nech pulga? 46 millionga bu sotilibdi hurmatli obunachilar. Oyanga sotdingiz barakasini bersin. 46 millionga. Moshni boqilgan ekan lekin. Oyanga sotdingiz barakasini bersin. Mana qizilidan. Ukrainkamida bu nima ekan? Aka buni nech puldan aytilyapti bunga? 50 million narx aytilyapti bunga hurmatli obunachilar. Ketdi, tezda ko'rsatib beraveramiz. Voy aka sizdanmi bular? Nech puldan aytyapsiz? Mana shunga. So'radim bozor. Nech pul qildi? 39 million 42 million narx aytilyapti hurmatli obunachilar. Mana. Moshni. Ketdi. Bunisi ko'ringlar. Voy, bo'ylari ham 150 plusdan. Va shu gigant narsa ekan lekin. Agar nech puldan aytilyapti unga? 65 milyon. Qancha qildi bozor?
52 ga boribdi mana. 65 million narx aytilyapti. 50 millionga boribdi. Olam kichkina olmas. Qancha bo'ldi voy aka? Nech puldan qaytdi aka? Ketdik. Voy aka, bunga savdo bo'lyaptimi? Nech pulga chiqdi? 64 ming so'mdan so'radi. 64 ming so'mdan chiqdi. Hurmatli obunachi. Egasimi? Nech puldan aytyapsiz, ova? 67 dan. Narx aytilyapti. 64 mingdan savdosi bo'lyapti. Hurmatli obunachilar. Berilgan yo'q. Ko'ringlar. Barakasini bersin. Alo'z. Bu kimlar ekan aka? Narxidan xabaringiz bormi? Yo'q. Egasi yo'q ekan, lekin dumba sovoribdi. Mushnik, ha, alo'z. Ketdi hurmat. Voy, buni qarang, turishini. Kaç var? Doğru ha, sağ ol. Ket. Hani bulardı egalari qani batta uni ovozlardi. Egasi borlarni oldiga boraveramiz. Aka bu sotilibdimi? Bu nech pulga bo'pti? Egasi yo'q. Ketdik. Nima egasi yo'q bulardi ya. Voy aka, kimlar ekan bular aka, sizdanmi? Nech puldan aytyapsiz? 33 milliondan bularga. Nech pul aytyapsiz? 40 milliondan narx aytilyapti. 33 milliondan savdo qilishyapti. Hurmatli obunachilar, bo'ylari 1.25 1.30 plus minusda. Bozoringiz bersin, anguslar ko'ring. Aja anguslar kimdan ekan? Voy aka, narxi nech pul? Nech pul bunisi? Nech pul? 44 ga. 44 ga bunisi baraka bo'pti. Hurmatli obunachilar, mana. Oyanga sotganga baraka bersin, anguslardan xabarimiz yo'q. Bu tarafdan o'zi yurishni imkoni yo'q edi, qiyin edi. Bag'am mana odam seroq, bozorlar avjida. Bularga nima deysizlar? Aja kimdan ekan bular? Sizdanmi aka? Nech pul narx aytyapsiz bularga? Yo'q, o'zi narx tarozigami oyog'i? 90 million kami bor deyapti. Jupiga. Jupiga 90 million kami bor. Taroziga qancha qilishdi? Alo'z. 66 hamdan berganingiz yo'q. Bunisini 65 qilishyapti, naringi 66 yarimdan berilmayapti. Aytib qo'yasizmi nomeringiz aka? 93li 386 1420. Hurmatli obunachilar, qiziqqanlarga, ha? G'aybullohga egansizmi? Qiziqqanlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. 65 yarimdan taroziga 65 mingdan berilmayapti ekan. Ikkalasiga 90 million narx aytilyapti. Barakasini bersin. Ketdik. Ama zo'r boqilgan ekan. Bular ko'ringlar. Bo'ylari 1.25 1.30 plus minusda. Bo'ylari pastdagi, lekin moshni semirganmi bular, ha? Qarang orqalarini ham. Aja kimdan ekan bular? Sizdan aka? Nech pul narx aytyapsiz bularga? 95 million jupiga. Qancha savdo ko'rdi aka? 60 dan so'rayapti. Taroziga. Oho, 60 ming so'mdan so'rashyapti taroziga akalar. Zo'r. Bozoringizni bersin. Ket. Tarozini oldida turib ko'ramiz tarozi narxlarini ham, nech puldan bo'lyapti bu.
393 kilo. Neç puldan bo'ldi aka? Sotilmadimi? Sotilmabdi. 393 kilo chiqibdi akalar. Bunisini ko'ring. Boyaga nech pul bo'ldi bu? 3 garda egasi. Omadjon sizgami? Mening pulim. Omad aka nech pul bo'ldi bu? 66 dan bo'pti. Hurmatli obunachilar, uzun to'g'ri. Nech kilo? 446. 446 kilo. 66 mingdan bor barakalar. Barakasini bersin. Olganga ham, sotganga ham. Nech kilo ko'ryapsiz buni aka? 350 bormi yo 400 mi? 380. 350 deymiz. Nech kilo boy aka? 155. Voy malades. 385. Akamiz 5 kiloga adashdi. Assalomu alaykum. Hoji bugun nech puldan bo'ldi barakalar endi? 67-66. Bo'ldi gap yo'q. 67-66 dan. Hurmatli obunachilar, bunaqa elektronik tarozilar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsalaring, dastavkalargacha qilib berishadi. Bunisini ko'ramiz. Shu jonivor, hayron tog'a. Voy, yurmaganini qarang buni. Shu. Shu. 350 kilo deymiz, qani? Voy aka, nech pul bo'ldi bu? Shuncha haydaganimga narxini aytmasangiz bo'lmaydi. Nech kilo? Shuni ketib qolyapti. Nech kilo chiqdi hoji tog'a bu? 335. Voy aka, nech pul bo'ldi bu? 19 milyon 300. Qo'najin ha? Ha, 19 milyon qilishyapti ekan, sotilgan yo'q ekan, akalar. 335 kilo chiqdi qo'najini. Barakasini bersin olganga, sotganga. Ketdik endi yoshlariga o'tamiz. Yosh boqmalaridan, hurmatli obunachilar, yemlashga tayyorlaridan so'raganlarga mana yoshlariga ham kirib keldik. Ulardan so'rab qo'yamiz. Aka, sizlardanmi bular? Nech puldan aytyapsiz? Qo'yiq suyuqqa. Yo'q, o'zingiz nech pul aytyapsiz? Ha, yordamchiga. Egasi yo'q ekan buni. Ketdik. Ha, ular ko'ringlar. Bo'ylar bir 15 plus minusda. Voy aka, narxi nech pul bo'ladi? Aka 23 dan kami bor. 23 dan kami bor. Qancha bozor ko'rdi? 21. 23 dan kami bor narx aytilyapti. Yo'q, o'zingiz olganim yo'q. Voy aka, Pidaras olib qo'yibdi-kan. ha. Qayerga bu surg'ashmoq sotadi deb bir bola yozib yuboribdi. Yo'q, ha? Qanaqa qo'yar? Yo'q, o'zi moldan o'zi bilinib turibdi-yu. Qana bor sotishingiz? Bitasada deb yozib yuboribdi. Shunaqalar ham bor. Voy aka, bular nomer qo'yamizmi? Doim bo'ladimi? Nomer qo'ymaymiz. Xudo xolasa, bozoringizni bersin. Hop, ketdik aka. Bular ko'ringlar. Voy, mashalloh, buni niyat qilganlar bormi akalar? Nechta bor bu yerda? Terilib yotibdi-yu. Voy aka, bular kimdan aka? Sizdanmi aka? Bular nech puldan? Qo'yiq suyuqqa aka? 23 dan deyapsiz qo'yiq suyuq. Qo'yiq suyuqqa 23 ta. Eng arzoni nech pul aka bu yerda? Arzoni 18,5. 18,5 dan. Nechta chiqarib berasiz 18,5 dan? Bir dona. Ag'i ketaveradi. 20 tepasidan. 20 tevasigacha. Ayting aka nomer. 91lik. 91lik. 486. 486 88 66. Hurmatli obunachilar, qiziqqanlar mana. Assortiment ekan akada, hammasidan bor xudo xolasa. Kichkinalari ham bor. Qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Hurmatli obunachilar, juda go'zal. Bozoringizni bersin. Aka, qasimdan chiqamiz, boyaga novoz. Alovuz. Homam savdoni yordingiz ha? Ko'ringlar bular.
Aka bularga necha puldan deymiz? Bular sotildimi? Necha puldan? 18 milyon 300 mingdan sotilibdi akalar bular. Mana ular qo'ygan. Necha pul bular narxi? 18'den 700 beramiz. 18 dan 700 beriladi vodiy bo'ylab. Ayting nomer aka. 91lik 480 7400. Qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Hurmatli obunachilar. Bolalar o'zi sifati zo'r ekan. Bozoringizni bersin bu aka. Ketdi akalar. Bularni ham ko'ringlar. Biri 10 plus minusda bo'ylari. Boyaga qaysi baraka bo'ldi? Necha pulga? 15 milyon 400 ming. Zo'r olibsiz. 15 milyon 400 ga mana baraka bo'ldi. Hurmatli obunachilar, barakasi bersin. Qolganlari necha pul ekan boyaga? Bularni necha puldan? 9dan kam. 19 dan kami bor ekan bular yonidagi. 15 milyon 400 ga olinadi. Alo. Qanday qilib degan savolga kim javob beradi? Ko'ringlar bularni ham, hurmatli obunachilar. Boyaga kimlar ekan bular? Acha qancha bo'ldi? Sizdan boshqa bular? Ko'ryapsiz. Ha, sizlar ham ko'ryapsiz. 1 metrligidan tortib 1.20 gacha ketaveradi. Hammasidan bor ekan. Aka bular narxi necha puldan qo'yiq suyuqqa? Qani akangiz? Baqa o'tib oldingizmi akalardan? Hammasi sotildi. Necha puldan bo'ldi? 22 dan qo'yiq suyuqqa. Voy, malades. Hammasi nechta bor aka bu yerda? 23 tasi. Bu taraflarda ham bor ekan. Mana sizlarga barakalar. Hurmatli obunachilar. 23 tasi 22 milliondan baraka bo'libdi. Olganga sotganga barakasini bersin. Voy, mashalloh. Mana sizlarga baraka. Barakasini bersin akalar. Ba'zi mana shvedlarimiz ham sotuvda ekan. Sifati вообще zo'r ekanlar. Qirg'iziston bular, ha? Bunisi necha pul narxi aka? 25 xayr bor. Bular ham sizdanmi? Bulardan necha pul? 27 xayri bor. Mana bormi qiziqqanlar? Bo'ylari ham 125 plusda 130 gidagi ham bor mana. Ayting nomer boy aka. 97 995 75 54. Hurmatli obunachilar, qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqib barakasini qo'llaverasizlar. Oqquloq oq tumshug'idan mana shved so'raganlarga. Bozoringizni bersan. Ket. Eng yoshlaridan ham ko'rsatamiz, hurmatli obunachilar. Eng kichkinalaridan so'raganlarga bu bolada sut emdilaridan ham bor. 1 oylikdan 3 oylik, 4 oylikgacha bor, xudo xolasa. Do'stim, narxlar necha puldan bular? 12,5 dan kami bor. Bular 14,5 dan kami bor, bular 12,5 dan kami bor ekan. Hurmatli obunachilar. Ayting nomer. 50 022 82 54. Qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqinglar akalar. Yoshlaridan so'rasalar, mana shu bolada bor. Nechta salarini topib beradi, xudo xolasa. Bozoringizni bersin. Ket. Mana bu yerda yana yoshlaridan, akalar, вообще kichkinalaridan. Aka, bular necha pul qo'yiq suyuqqa? Bular 12 dan, bular 15. Mana akalar 12 milliondan, bular 15 milliondan narx aytiladi. Hurmatli obunachilar.
zo'r. Akalar ukalar, Asaka O'zbekiston bozorini katta kichik buqalar chiroyli qilib ko'rsatib berdi. Sizlardan podlashga bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.